Assalomu alaykum. Ona tili ona tili kursimizning ikkinchi darsiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan fonetika bo'limini davom ettiramiz. Birinchi darsda biz siz bilan fonetika bo'limini o'tgan edik. Boshlang'ich kirish qismi bo'lgan edi fonetikaga. Va birgalikda siz bilan unlilarni qanday qilib tasniflashni o'rgangan edik. Ana endi bugun sizlar bilan biz ondosh tovushlar tasnifini o'rganamiz va jarangli va jarangsiz undoshlar qaysilarligini o'rganamiz va bundan tashqari biz qo'sh va qator undoshli so'zlarni ham birgalikda o'rganamiz. Juda ham kichkina mavzu bo'lgani uchun bugungi fonetika darsimizga uni ham qo'shib ketdim. Ana endi Xo'p, boshladik bo'lmasa. Aytganimdek, agar o'tgan darsni ko'rmagan bo'lsangiz ko'rib oling, chunki ona tilidagi darslar bir-biriga judayam bog'liq. Bitta mavzuni tushunmay qolsangiz, keyingi mavzuni tushunishingiz qiyin bo'ladi. Va o'tgan darsimizdagi unli tovushlar tasnifini ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rib olishingizni tavsiya qilaman. Ana endi biz undosh tovushlar tasnifini bugun ko'rib chiqamiz. Biz undosh tovushlarni to'rt xil yo'lda tasniflaymiz. Birinchisi, ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra. Ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra, ya'ni ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra degani nima degani? O'tgan darsimizda, yana takrorlayman, o'tgan darsimizda biz ovoz va shovqin nima ekanligini o'rgangan edik. Ovoz bu o'pkamizdan chiqayotgan havo hech qaysi nutq a'zoyimizga to'silmasdan chiqqanda hosil bo'ladigan tovush bo'lsa, shovqin o'pkamizdan chiqayotgan havo biron bir nutq a'zoyimizda to'silib qolib, shu asosida bironta tovush hosil bo'lsa, u shovqin bo'ladi. Endi biz shu undosh tovushlarni to'rt xil usulda, xuddi shu ovoz va shovqindan foydalangan holda to'rt xil usulda tasniflaymiz. Birinchisi ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra, ikkinchisi ovoz va shovqinning miqdoriga ko'ra, uchinchisi hosil bo'lish usuliga ko'ra va to'rtinchisi hosil bo'lish o'rniga ko'ra. Qani bo'lmasa boshladik. Birinchisi bo'lib ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra. Men sizga hozir ovoz va shovqinni tasnifini berdim. Nima ekanligini menimcha bilib oldingiz. Endi ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra tasniflaganimizda undoshlarimizni ular ham o'z ichida ikkiga bo'linadi. Ya'ni jarangli va jarangsiz undoshlarga. Demak, biz undosh tovushlarni to'rt xil usulda tasniflaymiz. Birinchi usuli ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra. Va bu ham o'z ichida ikki turga bo'linadi. Jarangli va jarangsiz undosh tovushlarga. Jarangli tovushlar o'zi qanday bo'ladi? Qanday qilib jarangli tovushlarni jarangsiz tovushlardan ajratamiz desak, jarangli tovushlarning tarkibida ovoz va shovqin bo'ladi. Lekin jarangsiz tovushlarning tarkibida faqatgina shovqin bo'ladi xolos. Ovoz qatnashmaydi. Bu shunchaki bu ma'lumotlar qanday qilib, masalan, nima sababdan ba'zi tovushlar jarangli hisoblanadi-yu, ba'zi tovushlar jarangsiz hisoblanadi. Shuni farqlab olishingiz uchun berilgan ma'lumot bular. Tushunishga juda ham oson. Ya'ni ovoz va shovqin bo'lsa, ya'ni jarangli tovushlarda ham ovoz bo'lishi kerak, ya'ni ham ovoz ham shovqin bo'lsa, u jarangli bo'ladi. Agar faqatgina shovqin qatnashsa, u jarangsiz bo'ladi. Mana yana birgalikda yaxshiroq ko'rib chiqamiz. Jarangli va jarangsiz undoshlar. Xo'p, jarangli va jarangsiz undoshlarga qaraydigan bo'lsak, mana siz uchun men qaysi tovushlarimiz jarangli yoki jarangsiz ekanligini yozib qo'yganman. Qarang, jarangli undosh tovushlar va jarangsiz undosh tovushlar bir-biriga sherigi bor. Para deydik-ku. Parasi bor, ya'ni bir-biriga sherigi bor. Masalan, B tovushi jarangli hisoblanadi, lekin P tovushi jarangsiz hisoblanadi. Qarang, B bilan P desangiz, bir xil nutq a'zoyimizdan chiqyapti. Faqat B jarangli, P jarangsiz. Yoki D desangiz jarangli, T desangiz jarangsiz. Ya'ni
bir-biriga judayam tovushi, talaffuz qilinishi bir-biriga judayam o'xshab ketadi. Eshitganda ham, masalan, eshitilganda ham ikkalasi bir-biriga judayam talaffuz etilishi o'xshab ketadi. B desangiz P. Qarang, masalan, B ning sherigi P, D jarangli tovushining sherigi T, G jarangli tovushining sherigi K, G, K desangiz bir-biriga o'xshab ketadi. Ya'ni nutq a'zolarida haligi chiqayotgan bu tovushlar bir-biriga judayam yaqin masofada hosil bo'ladi-da. Bir-biriga judayam, masalan, B bilan P salgina B desak portlab chiqadi, P desak portlab chiqmaydi, to'g'rimi? Shuning uchun ham u jarangsiz hisoblanadi. D, T, G, K, J, Ch, J, Sh, Z, S, V, F, G, H. Mana shu yerda mana bu tovushga o'ylangan bo'lishingiz mumkin. Axir o'zbek tilida bunaqa tovush bo'lmaydi-ku deb. Yo'q, o'zbek tilida xuddi shunday tovushimiz bor. Bunday harf bo'lishiga qaramasdan ushbu kabi tovushlarimiz bor. Ya'ni j. Masalan, jirafa demaymiz, jirafa deymiz, to'g'rimi? Shuning uchun bizda o'zbek tilida j tovushi bor. Bir daqiqa, men hozir kelaman. Kompyuterimni zaryadkasi tugab qolayotgan edi. Hozir uzilib qolardi, bo'lmasa zaryadkaga qo'ymaganimda. Qani davom etamiz. Demak, bir-biriga parallel biri bo'ldi, ya'ni V jarangli tovushiga F jarangsiz tovushi para bo'ladi. G jarangli tovushiga H jarangsiz tovushi para bo'ladi. Endi mana shu paralarni yodlab olsangiz, o'sha gapda, masalan, so'zlarda kelganda bemalol ajratib olasiz. Ana endi jarangsiz tovushlardan. Xo'p, bular endi paralar edi-da. Bundan tashqari bizda yana ikkita jarangsiz tovushimiz bor. Bularning parasi yo'qligi uchun bu yerga yozmadim. Endi bu H, yumshoq H tovushimiz ham, H tovushimiz ham jarangsiz tovush hisoblanadi. Endi qarang, limon rang. Ushbu gapda qarang, limon rang. Ushbu gapda ajratib qo'ydim L, M, N, R, N. Shu barcha undoshlar jarangli hisoblanadi. Limon rang so'zidagi qatnashgan barcha undoshlar jarangli hisoblanadi. Bu yerga bularni yozmadim, chunki eslab qolishingiz oson bo'ladi. Bironta so'zga qo'yib, masalan, limon rang deb olsangiz, limon rangni ichidagi undosh tovushlar qaysi edi? Ha, masalan, N bor edi. Demak, N jarangli tovush ekan deb ketishingiz mumkin. Bulardan tashqari Y harfi ham jarangli undosh tovush hisoblanadi. Undosh bo'lishi kerak, undosh bo'lib qoldi. Undosh tovush hisoblanadi. Ya'ni Y harfimiz ham undosh, ya'ni jarangli undosh tovush hisoblanadi. Jarangli ekani, qani ko'pchilik jarangliga olib qo'yadi. Yo'q, Q jarangli emas, jarangsiz. Y ni ko'pchilik jarangsizga olib qo'yadi, lekin Y jarangli. Shu farqini ajratib oling. Demak, jarangli va jarangsiz undoshlarni bir-biridan ajratdi. Sizga yana ham eslab qolishingizga osonroq bo'lishi uchun xuddi shunday, ya'ni para tartibida yozib chiqdim. Bundan tashqari, limon rang so'zidagi tovushlar ham jarangli hisoblanadi. Demak, barcha mana shu yerdagi jarangli va jarangsiz tovushlar hammasi bo'lib 24 ta tovush hisob bor, 24 ta tovush bor va jaranglilar 14 ta, jarangsiz 10 ta tovush ekan, ya'ni 10 ta bor ekan o'zbek tilida. Jarangli tovush 14 ta, jarangsiz tovushimiz 10 ta. Ikkinchi tasnifimiz ovoz va shovqinning miqdoriga ko'ra. Ovoz va shovqinning miqdoriga ko'ra biz hozir tepada siz bilan ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra turini ko'rib chiqdik. Ya'ni agar tovushning ichida ovoz va shovqin ishtirok etsa, u jarangli, faqatgina shovqin ishtirok etsa, u jarangsiz. Endi ovoz va shovqinning miqdoriga ko'ra keladigan bo'lsak, bu ovoz ko'p qatnashganmi yoki shovqin ko'p qatnashganmi, shunga ko'ra turlarga bo'linadi. Qarang, o'qiymiz qoidani. Tarkibida ovozning miqdori shovqinnikidan ko'p bo'lgan tovushlarni ovozdorlar deyiladi.
sonar ham deb ataladi. Ya'ni tarkibida ovozning miqdori shovqinnikidan ko'p bo'lishi kerak. Agar masalan ko'proq masalan b bor-ku, ya'ni b ham emas, masalan aytaylik, l tovushini olaylik. L tovushi tarkibida ovozning miqdori shovqinnikidan ko'p. Bu narsani siz bilolmaysiz. Ovoz ko'pmi, shovqin ko'pmi siz bilolmaysiz. Shunchaki bu olimlarimiz tomonidan shunaqa qilingan, ajratilgan. Demak, l sonor tovush deb ajratilgan. Sorry for that. Tovushlar, mana bu yerda tovushlar deb ataladi. Ana to'g'rilab qo'ydim. Tarkibli ovozning miqdori shovqinnikidan ko'p bo'lgan tovushlar, demak, ovozdorlar deyiladi. Va qolgan barcha 19 ta undosh tovushlarimiz shovqinlilarga kiritiladi. Yana bir bor shu limon rang so'ziga qaytib kelamiz. Ajratib qo'ygan tovushlarim, ya'ni undosh tovushlarim, ya'ni limon rangdagi barcha undosh tovushlar ovozdorlar hisoblanadi. Bulardan tashqari barcha 19 ta tovush shovqinlilar hisoblanadi. Keyingi undoshlarni tasniflashimizning turi hosil bo'lish usuliga ko'ra. Ya'ni tovushlarimiz qanday hosil bo'ladi? Ular 3 turga bo'linadi. Hosil bo'lish usuliga ko'ra 3 turga bo'linadi. Birinchisi portlovchilar, ikkinchisi sirg'aluvchilar, uchinchisi qorishiq. Birinchisi portlovchilar. Portlovchilar bu ikki nutq a'zosida havo yo'lini to'sib qo'yish natijasida mana bu o'pkamizdan chiqayotgan havo to'silib qoladi-ku. Endi o'sha havo, demak, o'sha chiqayotgan havo to'silyapti. Endi u havo chiqish uchun nima qilish kerak? Yorib o'tish kerak. O'sha yorib o'tganda chiqadigan undosh tovush, demak, portlovchilar hisoblanadi. Portlovchilar deyiladi. Ularga b, d, g, j, l, m, n, n, y, p, t, k tovushlari kiradi. Chunki qarang, b desangiz portlab chiqyaptimi? B, d, g desangiz portlab chiqyapti. J, l, m, n, n, y, p, t, k, h. Hammasini portlab chiqyapti. E'tibor bersangiz. Endi bu sirg'aluvchilar. Keyingisi sirg'aluvchilar. Ikki nutq a'zosining bir-biriga yaqinlashishidan hosil bo'ladigan undosh tovushlar. Ya'ni qarang, b desangiz polnik bir-biriga yopishyapti. Nutq a'zosingiz. Masalan, b desangiz ikkilab bir-biriga shunday yopishyapti. Endi sirg'aluvchilarda o'sha ikki nutq a'zosi bir-biriga yaqinlashadi, lekin bir-biriga tegmaydi. Masalan, aytaylik, f desangiz ikkilab bir-biriga yaqinlashadi, lekin tegmaydi. F bir-biriga yaqin kelyapti, lekin tegmayapti. Shu ravishda hosil bo'ladigan tovushlarimiz sirg'aluvchilar deyiladi va ularga j, z, v, gh, r, p, h, z, sh, h tovushlari kiradi. Va uchinchisi bu qorishiq tovushlar. Qorishiq undosh tovushlar. Unga bitta ch kiradi. Bittagina ch kiradi xolos. Endi qarang, qanaqa qilib men portlovchilar bilan sirg'aluvchilarni ajratib olaman? To'g'risi yodlashga qiyin, to'g'rimi? Yodlashga qiyin, eslab qolishga. Endi qanaqa qilib men sirg'aluvchilar bilan portlovchilarni ajratib olaman desangiz, bitta kalit bor ajratib olishga. Masalan aytaylik, b bilan f harfini olaylik. Yoki keling, j harfini olaylik, b bilan j harfini olaylik. Siz b desangiz bo'ldi, tugaydi. B deysiz, tugaydi. Lekin j deb ko'ring, ya'ni j ni uzoqqa cho'zsangiz bo'ladimi? Masalan, deb tursangiz bo'ladimi? Ya'ni yoki deb tursangiz bo'ladimi? Uzoqqa cho'zsangiz bo'ladi, lekin portlovchilarni cho'zib bo'lmaydi. Ular bittada chiqadi, yo'q bo'ladi. D desangiz deb d ni cho'zib tura olmaysiz, to'g'rimi? Z ga o'tib ketib qoladi yoki haligi deb tura olmaysiz, to'g'rimi? J deysiz, bo'lib tugaydi. Yoki ni ham cho'za olmaysiz, to'g'rimi? Xuddi o'sha b ni ham masalan deb tura olmaysiz-da. Lekin qarang, mana bu sirg'aluvchilarda degan tovushlar barchasi cho'zilib tursa bo'ladi. Mana bu n larni ham cho'zsa bo'ladi.
o'ylashingiz mumkin, to'g'ri, bo'pti, bularni cho'zsa bo'lar ekan, lekin n ni ham cho'zsa bo'ladi-ku, u ham portlovchi-ku, uni ham cho'zsa bo'ladi-ku desangiz, qarang, n deganingizdan keyin bitta n desizda, keyin degan tovush bo'lib ketadi. Ya'ni ya'ni deb turib, haligi g'ing tovushga o'tib ketib qoladi. Yoki bo'lmasam bitta l deysiz, u yog'i bo'lib ketadi. Yoki masalan, yana aytishimiz mumkin, j yoki bo'lmasam b b deysiz, d deyishingiz mumkin, g deyishingiz mumkin, j deyishingiz mumkin, lekin bitta j deysiz, n deysiz. Qarang, bitta g deb turib, u yog'i degan tovush bo'lib ketyapti, lekin jga qarangda, to'liq j chiqyapti, ga aylangani yo'q. Z to'liq chiqyapti, ga aylangani yo'q. Lekin d-da d ga aylanyapti. Xuddi shunaqa kalit bilan siz portlovchilar bilan sig'iluvchilarni bir-biridan ajratib olishingiz mumkin. Va oxirgi turimiz hosil bo'lish o'rniga ko'ra. 4-tasnifimiz hosil bo'lish o'rniga ko'ra, ya'ni undashlarning qayerda hosil bo'ladi, nutq a'zolarimizning qaysi qismida hosil bo'lishiga qarab 3 turga bo'linadi. Hosil bo'lish o'rniga ko'ra tasnifimiz ham o'z ichida 3 turga bo'linadi. Ular birinchisi lab undoshlari, ikkinchisi til undoshlari, uchinchisi bo'g'iz undosh. Bo'g'iz undosh bitta h harfi xolos. Bo'g'iz undosh bitta h harfi. H o'sha bo'g'izimizdan deb chiqadi. H harfimiz yumshoq h-ku. Bo'g'izdan chiqqani uchun bitta shu h harfimiz bo'g'izdan chiqqani uchun u bitta shu h harfimiz bo'g'iz undosh hisoblanadi. Endi birinchisidan boshlaymiz. Lab undoshlari. Lab undoshlari ham o'z ichiga ikkiga bo'linadi. Lab undoshlari, ikkinchisi lab tish undoshlari. Oh xudo, mana bu yerda t bo'lishi kerak edi. T bo'lishi kerak edi. Endi aybga buyurmaysiz. O'sha prezentatsiya menimcha shoshib qilingan. Shuning uchun prezentatsiyani shoshib qilgan edim menimcha. Sizning uchun qaramagan edim. Xo'p, qarang. Lab tish undoshlari bo'lishi kerak edi bu. Birinchisi, nima sababdan lab undoshlari deyiladi? Birinchi lab undoshlariga BPM kiradi. BPM undoshlari kiradi. Nima sababdan ular lab undoshlari deb ataladi? Chunki siz uni talaffuz qilganingizda ikkilab bir-biriga tegadi. B, P, M desangiz ikkilab bir-biriga tegyapti. Endi lab tish undoshlarichi? Lab tish undoshlarini talaffuz qilganingizda ikkilab bir-biriga tegmaydi, balki lab bilan tish bir-biriga tegadi. V, F deganingizda labingiz bilan tishingiz bir-biriga tegyapti. Labingiz bilan labingiz emas. Shuning uchun bu ikkalasi lab tish undoshlari hisoblanadi. Endi til undoshlari o'z ichida to'rga bo'linadi. Til undoshlarimiz o'z ichida to'rga bo'linadi. Birinchisi til oldi undoshlari, ikkinchisi til o'rta, uchinchisi til orqa, to'rtinchisi chuqur til orqa. Til oldi undoshlariga d, t, n, l, s, j, j, z, r, ch, sh undoshlari kiradi. Nima sababdan bular til oldi undoshlari deyiladi? O'zi nomidan aytib turibdi. Ular tilimizning oldida hosil bo'ladi. D, t, n deb talaffuz qilib ko'ringda, tilingizning oldidan hosil bo'lyapti. Endi ikkinchisi til o'rta. Til o'rta bitta y tovushi hisoblanadi, chunki til o'rtadan bitta y tovushi chiqadi xolos. Y. Til o'rta undoshi bitta y. Uchinchisi til orqa undoshi g, k, ng. E'tibor bersangiz, orqaroqdan chiqyapti bu 3 ta tovush. G, k, ng desangiz, orqaroqdan chiqyapti. Endi chuqur til orqa bo'lsa, u mana bu bo'g'izga yaqinroq qismingizdan chiqadi. Bu tovushlar. Q, gh desangiz, mana bo'g'izga yaqinroq joydan chiqadi. Shuning uchun bular til orqa undoshi hisoblanadi. Endi bo'g'iz undoshi, 3-turi bo'g'iz undoshi aytganimdek bitta h tovush kiradi, xolos. Demak, mana biz undoshlarni tasniflashni o'rgandik. Undosh tovushlarni tasniflashni o'rgandik va ular bitta rekap qilamiz, ya'ni takrorlaymiz. Demak, fonetika. Fonetika tovushlar tizimini o'rganadigan bo'lim, ona tilining bo'limi. Va undosh tovushlar tasnifi. Biz undosh tovushlarni 4 xil tasniflaymiz. 4 xil usulda. Birinchisi
ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra, ikkinchisi ovoz va shovqinning miqdoriga ko'ra, uchinchisi hosil bo'lish usuliga ko'ra, to'rtinchisi esa hosil bo'lish o'rniga ko'ra. Ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra turimizda agar tovushning tarkibida ovoz va shovqin qatnashsa jarangli bo'ladi, shovqin o'zi qatnashsa jarangsiz bo'ladi. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra tasniflaganimizda undashlarimiz ular ikki turga bo'linadi: jarangli va jarangsiz undashlarga. Demak, jarangli va jarangsiz jarangli undashlarimiz B bo'lsa, ya'ni biz bu para qilib o'rgansak, aniqroq esimizda qoladi. Para qilib o'rgansak, ya'ni B ga para bo'ladi P, D ga para bo'ladi T, G ga sherik bo'ladi K, J ga sherik bo'ladi Ch, J ga sherik bo'ladi Sh, Z ga sherik bo'ladi S, V ga sherik bo'ladi F, G ga sherik bo'ladi H. Bundan tashqari X va Q undashlarimiz ham jarangsiz hisoblanadi va limonrang so'zidagi barcha undashlar, ya'ni LM, NRNG tovushlarimiz ham jaranglidir. Bulardan tashqari Y harfi ham jarangli undosh tovush hisoblanadi. Y harfini nima deydi, jarangsiz deb o'tirmang, u jarangli. Demak, umumiy hisobda 24 ta undosh tovushimiz bor bo'lsa, ulardan 14 tasi jarangli, 10 tasi esa jarangsiz hisoblanadi. Ikkinchi tasnif turimiz ovoz va shovqinning miqdoriga ko'ra. Ya'ni agar tovushning tarkibida ovoz shovqindan ko'proq bo'lsa, ular ovozdorlar deyiladi va ularning ikkinchi nomi sonor ham deb ataladi. Va ovozdorlarga limonrang so'zidagi barcha undosh tovushlar kiradi. Ya'ni LMNRNG tovushlari ovozdorlar hisoblanadi. Qolgan 19 ta undosh tovushimiz shovqinlilarga kiritiladi. Uchinchi tasnif turimiz hosil bo'lish usuliga ko'ra. Hosil bo'lish usuliga ko'ra o'z ichida 3 turga bo'linadi. Bu tasnifimiz ham birinchisi portlovchilar, uchinchisi qorishiq. Portlovchilar qachonki tanaffus qilayotganimizda o'sha havo o'pkamizdan chiqayotgan havo to'silib qolishi va o'sha havoni yorib o'tishi, o'sha to'siqni yorib o'tishi natijasida chiqadigan hosil bo'ladigan tovushlarimiz portlovchilar deyiladi va ularga B, D, G, J, L, M, N, N, Y, P, T, K, H tovushlarimiz kiradi. Va sirg'aluvchilarimiz esa ikki nutq asosini bir-biriga yaqinlashishdan, ya'ni bir joyda emas, bir joyda hosil bo'lsa undashlarimiz, u bitta tovush hisoblanadi. U masalan, endi bir-biriga yaqin joyda hosil bo'lsa, ular sirg'aluvchilar hisoblanadi. Nima sababdan bir joyda hosil bo'lmaydi? Agar ikkita tovush bir joyda hosil bo'ladigan bo'lsa, u ikkita tovush emas, bitta tovush hisoblanadi. Ya'ni hech qachon bitta tovush ikkinchi tovush hosil bo'lgan joyda bir xil joyda sodir bo'lmaydi. Qanchadir farq qiladi. O'sha ya'ni ikki nutq asosining bir-biriga yaqinlashishdan, tegishdan emas, yaqinlashishdan hosil bo'lgan tovushlarimiz, undosh tovushlarimiz sirg'aluvchilar deyiladi. Uchinchisi bu qorishiq, bitta ch tovushimiz kiradi xolos. Portlovchilar va sirg'aluvchilarni bir-biridan ajratishning eng yaxshi yo'li ularni talaffuz qilib ko'rish. Ya'ni bitta B deyilasiz xolos, qolgani E ga aylanib ketadi yoki Y deyilasiz xolos, u yog'i E ga aylanib ketadi. Endi sirg'aluvchilarda esa deb cho'zsak bo'ladi. Shuning uchun ham ular, ya'ni cho'zsa bo'ladigan tovushlarimiz sirg'aluvchilar, cho'zib bo'lmaydigan tovushlarimiz portlovchilar hisoblanadi. Uchinchi, ya'ni nima deydi, oxirgi tasniflash turimiz hosil bo'lish o'rniga ko'ra. Ular o'z ichida 3 turga bo'linadi: lab undoshlari, til undoshlari va bo'g'iz undoshi. Birinchisi lab undoshlari. Lab undoshlari ham o'z ichiga 2 turga bo'linadi: lab undoshlari, lab-tish undoshlari. Lab undoshlariga B, P, M kiradi, lab-tish undoshlariga V, F tovushlari kiradi. Va til undoshlari ham o'z ichida 4 turga bo'linadi: til oldi undoshlari, til o'rta, til orqa va chuqur til orqa undoshlari. Til oldi undoshlari tilimizning oldida paydo bo'lganligi uchun til oldi deb ataladi. Til o'rta undoshimiz Y tilning o'rtasida hosil bo'lgani uchun til o'rta undoshi hisoblanadi va til orqa undoshlari G, K, G tilning orqa qismida hosil bo'lgani uchun til orqa undoshi va chuqur til orqa undoshi Q, G, H, ya'ni bo'g'izga yaqin qismda, judayam orqa qismda hosil bo'lgani uchun ular chuqur til orqa undoshlari deyiladi. Va bugun sizlar bilan o'sha aytganimdek bitta boshqa mavzuni ham qo'shib ketdim. Qo'sh undoshli so'zlar va qator undoshli so'zlar. Bu juda ham kichkinagina mavzu, tushunishga oson mavzu, shuning uchun fonetikaga qo'shib ketdim bu mavzuni. Qo'sh undoshli so'zlar nimalar? Bitta undosh yonma-yon kelsa, bitta so'zda
bir xil turdagi undosh yonma-yon kelsa, ular qo'shnidosh hisoblanadi. O'zi nomidan aytib turibdi, bir xil turdagi ikki undosh yonma-yon kelsa, qo'sh undosh hisoblanadi. Masalan, yalla so'ziga qaraydigan bo'lsak, mana bu ikki l harfimiz bir xil bir xil undosh hisoblanadi. Ya'ni mana bu ikkita limiz undosh tovush va ular bir xil undosh tovush yonma-yon kelyapti. Shuning uchun ular qo'sh undoshli so'zlar deb ataladi. Yoki allaga qaraydigan bo'lsak, bunda ham l harfimiz undosh tovush hisoblanadi va bu undosh tovush ikkalasi bir xil turdagi undosh tovush bir-biriga yonma-yon kelyapti bu so'zda. Shuning uchun ham bu so'z qo'sh undoshli so'z deyiladi. Yoki achchiq ch harfimiz ham undosh tovush va u bir xil turdagi undosh tovushimiz yonma-yon kelyapti. Shuning uchun bu qo'sh undoshli so'z hisoblanadi. Va yana boshqa misollar issiq va palla bularga boshqa misollar bo'la oladi. Qator undoshli so'zlar. Keyingisi qator undoshli so'zlar. Ana endi bu qator undoshli so'zlar biroz boshqacharoq. Ya'ni ikki xil turdagi undosh bitta bo'g'inda yonma-yon kelishi qator undoshlilik deyiladi. Ya'ni masalan, stol deylik, stol. Buni qarang. Stol. Bu bitta bo'g'inli so'z, to'g'rimi? Bitta bo'g'inli so'z va mana bu s bilan t ikkalasi ham undosh, lekin ikki xil turdagi undosh. Ammo ular bitta bo'g'inda yonma-yon kelayotganligi uchun ham qator undoshli so'z hisoblanadi. Yoki jahl. Jahl ham bir bo'g'inli so'z. L bu yerda undosh tovush, ikkalasi ham ikki xil turdagi undosh tovush bitta bo'g'inda yonma-yon kelyapti. Shuning uchun u qator undoshli so'z deyiladi. Yoki traktordagi tr so'ziga qaraymiz. Ya'ni tr harflariga traktor deb turib, ikkita bo'g'inga ajratamiz buni, va endi bitta bo'g'inda ikkita har xil turdagi undosh tovush yonma-yon kelyapti. Shuning uchun u qator undoshli so'z deyiladi va ularni biz ikki bo'g'inga ajrata olmaymiz. Ya'ni birinchi t ni bitta bo'g'in qilib, keyin r ni ikkinchi bo'g'in qilib, rakni ikkinchi bo'g'in, to'rni uchinchi bo'g'in qila olmaymiz. Bu ikkalasi bular traktor deb bitta bo'g'inda qatnashgan bo'lishi kerak. Ikki xil turdagi yonma-yon undosh tovushlar bitta bo'g'inda qatnashgan bo'lishi kerak. Xo'p, demak, tushundingiz degan umiddaman. Xo'p. Hozir agar qator undoshlarimiz, masalan, qanaqa qator undoshimiz bor? Masalan, aytaylik, boylik degan so'zni olaylik. Xo'p, hozir bir daqiqa. Boylik. Hop, boylik degan so'zni olaylik. Boylik degan so'z, endi buni bo'g'inga ajratingda, mana bu yerda ikkita l bilan y harfi ikkalasi ham undosh tovush va yonma-yon kelyapti. To'g'ri, yonma-yon kelyapti. Lekin bu qator undoshli so'z hisoblanmaydi. Bu qator undoshli so'z hisoblanmaydi. Chunki qoidamizda nima deyapti? Bitta bo'g'inda yonma-yon kelishi. Nima? Qarang, bitta bo'g'inda yonma-yon kelishi kerak. Bitta bo'g'inda. Bu boyligimiz nech bo'g'inli? 2 bo'g'inli, Boy bitta bo'g'in, lik ikkinchi bo'g'in, va mana bu y birinchi bo'g'inda qolib ketyapti, l ikkinchi bo'g'inda qolib ketyapti. Shuning uchun ham bular qo'sh undoshli emas. Lekin mana baxt so'ziga qaraydigan bo'lsak, bu bir bo'g'inli so'z va bitta bo'g'inda ikkita turdagi undosh yonma-yon kelyapti. Shuning uchun bu qator undoshli. Lekin boylik qator undoshli emas, chunki mana bu ikki yonma-yon kelgan undosh, ikki xil turdagi undosh ikki bo'g'inga ajrab ketib qoladi. Bittasi birinchi bo'g'inda,
qiladi, ikkinchisi ikkinchi bo'g'inda bo'lib qoladi. Bizda nima degan? Bitta bo'g'inda qatnashishi kerak. Shu sababli mana shunga e'tiborliroq bo'lasiz. Testlarda ko'p chalg'itishi mumkin. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Tushundingiz degan umiddaman. Unchalik qiyin mavzular emas. O'zingiz harakat qilsangiz, albatta bemalol o'rganishingiz mumkin.